o'tsin bu tarafga. Mino vodiysi mana shu joy, ya'ni oxiri yo'q. Bu tarafga qarasangiz ham, bu tarafga qarasangiz ham Mino vodiysi. Aslida mana endi chap tarafga qaraymiz. Chap tarafga qarasak Jamarat, ya'ni shaytonga tosh otadigan joy. Ana u to'g'rimizda turgan 3 ta katta bino turibdi. Ko'rdinglarmi? Tepasida gumbazi bor. Ana shu nima deydi? Aqaba. Eng oxirdagi katta aqaba hisoblanadi. Ya'ni 7 marotaba otadigan. Keyin 21 marotabadan otiladi. Ana shu 4 etajli bino, har bir etajda to'lib ketadi haj mavsumida odam. Shaytonni tosh otishlik uchun. Mana bu tarafimiz Mino vodiysi. O'zbek qizi, o'zbekimiz o'zlari ham so'zi qizi deb bekorga aytmaydi. Bugun hoji domla aytganlar, haj mavsumida o'sa deydi, bitta hoji keldi deydi. Sumka ko'tarib olgan. Sumkasini ko'tarish qo'yilsa, ko'tara olmayman deydi. Olib borib, jamoatga borib, ochsa deydi, ichida kallani tosh deydi. Ha buni nima olib kelding desa, men buni O'zbekistondan ko'tarib keldim shaytonni otgan debdi. Buni otib qo'ydi, kichkina tosh otiladi desa, sen meni shayton bilan shaytonga bo'lgan nafratini bilmaysan deb nima deb, haligi toshni otdi deydi, jamoatda hech kim qolgani yo'q deydi. Hali bu o'rtasida kalabalisini tushmasa ham nayib qiladi. Ya'ni to'g'ridan nima Hasan va Davud tarixga to'g'ri shayton nima deya qaraydi. Bu bo'lmaydi esa